Men patsientlardan emas, ba'zi holatlarda doktorlardan xafa bo'lib ketaman. Nima uchun xafa bo'lib ketaman? Kecha mana 12 haftalik homiladorlik bilan kelishyapti. Ko'rgan doktorlar miyasi chirigan, Down sindromi bo'lgan, balo bo'lgan, u bo'lgan, bu bo'lgan deb berishyapti. 12 hafta 3 kunlikda mana qabulda kelishdi, men ko'ryapman, mutlaqo sog'lom deb beryapman. Yana uni ustiga u ayol eko qildirgan, juda kutib yashayotgan homilasi 3 oylik homilani abortga yozib berishgan. Abort qiling deb aytayapti, deb to'satdan meni Instagramda ko'rib, mana kelishyapti. Sog'lom bola deb beryapmiz. Yana ertalab bir ayolimiz keldi, 4 haftada yurak urishini pulsiruется deb berishyapti. Kechirasizlar-yu, bu medik bo'lmagan ayollar yaxshi biladi. Yurak urishi o'zida 6 haftadan ko'rinishni boshlaydi. 4 hafta сердечные трубки пульсируются deb berishyapti. Вообще